Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Bundan bir 5 kun oldin Stroykadan Qozog'istondan ish chiqargan edim. Xo'p, bugungacha где-то 4-5 kun ichida 90 taga yaqin kontaktdan telefon qilgan, WhatsAppdan yozgan. Xullas akalar, xo'p, shu 90 tadan где-то bir 30 tasiga aniq точно obyektlar ish berildi. Xo'p, hozirgi paytda xo'p 30 ta 40 ta odam уже ishlayapti. Iltimos qilgan bo'lardim, boshqa yozmasalaringiz ham bo'ladi, Qozog'istonda ish bormi yo'qmi deb. Agar bo'lib qolsa yana xabar qilib chiqaraman. Keyin juda ko'pchiliklar komment yozgan, Qozog'istonda zo'r bo'lsa nimaga uchun o'zing ishlamaysan deb. Qozog'istonda men 5 yil ishladim. Dalcha endi Rossiyadan zapretim ochildi. Rossiyada ishlayman. Bu video Qozog'istonda Rossiyadan deport bo'lganlar uchun edi. Kimdir qiynalayotgan bo'lsa, kimdadir ishi bo'lmasa, borib ishlasin. Uje men ishlagan posredniklarda bemalol ishlasa bo'ladi deb video qo'ygan edim. Hozir 30-35 ta uje brigada uje borib ishlayapti. Bo'lib qolsa yana chiqaraman. Shu qo'shtirnoq ichidagi ba'zi odamlarga aytaman-da, shu negativ yozmanglar. Bu boshqalarga ham ta'sir qiladi. Briktasi yozgan ekan, Qozog'iston kedala pul bermaydi deb. Demak, siz kedala joyga borgansizki, siz pul ololmagansiz. Bu degani hamma shunday kedala joyga borib pul ololmaydi degani emas. Odamlarni o'zingizga tortmang, xullas. Mana shunday negativ yozgan odamlarga aytaman. Shundayda, xullas, u bir kishi kedala bo'ldi degan hamma kedala bo'lib ketadi degani emas. Aslında o'zimizning o'zbeklar, tojiklar, o'zimizning odamlar kedala qilmasa, men masalan Qozog'istonda 5 yil ishlagan bo'lsam, deyarli men kedala bo'lmaganman. Deyarli hamma ishim primoy xazayinlardan, primoy gepodrachik shunday odamlardan ish olib ishlaganman. Xo'sh, kedala bo'lmaganman. Men eslolmayman biron joyda kedala bo'lganimda. Xullas, mana shunday narsani yozmangizlar akalar. Kedala, значит, siz kedala bo'lgansiz, yomon joyga borib qolgansiz, pasportingizni oldirgansiz. O'zim ham ko'p eshitganman. Xo'p, Qozog'istonda ishlab pasportini oldirib qo'ygan, pulni olib qochib ketganlar ham bo'lgan. Ko'plarini ko'rganman. Yaxshi joyga borib tushsangiz, demak yaxshi ishlaysiz. Xullas, o'zingiz qanday bo'lsangiz, boshqalar ham shunday degani. Xo'sh, bugungacha juda ko'p odam telefon qildi. Rossiyadan ham ish bormi deb so'radi. Xo'sh, Rossiyada ish bor. O'zimizda akalar Rossiya grajdanlari ish olgan. Xo'sh, bu qayerda desalaring, Permda, Rossiyaning Perm shahrida, город Permda. Xo'p, oylikka keladigan bo'lsak, buni yaxshi tushunib olingizlar. Juda ko'p odam tushunmasdan, videoni oxiriga ko'rmasa, oxirigacha ko'rmasdan turib telefon qiladi-da, "Alyo, ish bor ekan." Avval tushunish kerak odam ishda. Permda ish bor, oylik 100 ming rubldan 150 minggacha. Juda ko'plar hozir video chiqayapti, 150 mingdan 180 minggacha yo'q narsa. Standart shu monolitlarda berayotgan bo'lsa, oylik 150-160 ming. Zo'r berayotgan joylar 170 ming ham berayotgandir. 100 ta odamdan sanoqli odamga. Xo'p, men realni aytaman, 100 ming rubldan 150 minggacha. Yaxshi ishlasangiz 150 ming oylik olasiz. Faqat iltimos men shu videodan nomer qoldiraman. Stroyka monolitdan xabari bor odamlar telefon qilingizlar. Boshqa sohada telefon qilib yotmangizlar, бесполезно. Sababi stroyka ish, monolit, mnogoэтажный dom, жилой kompleks. 32 etажga, 35 etажga shunday domlar ko'tarilyapti. Xo'p, armaturshik, plotnik, montajniklar kerak. Kamida bir 25 ta odam kerak hozir. Hozir 50 ta odam ishlayapti, yana 25 ta odam yetmayapti. Xo'p, O'zbekistondan keladigan bo'lsa, kimda puli bo'lmasa, bitta yordam. Taksi gaplashinglar, Permga, nomerga oldin aloqaga chiqib, gaplashib, brigadirlar bilan gaplashib, keyin chiqsalaring, taksiga pullaring bo'lmasa, taksiga yordam qilamiz. Faqat shu ish joyiga boradi, taksi olib borgandan keyin pulini beriladi, taksini puli. Patentga puli bo'lmaganlarga patentdan yordam qilamiz, dokumentga yordam qilamiz. Oylikdan keyin bo'lib ushlab qolinadi. Xullas 100 ming rubldan 150 ming rublgacha. Endi yaxshi ishlasa 150 ming oladi. Bilmaganlar shu 100 ming, 120 ming atrofida pul olyapti oylik. Pul ishonarli. Aslında men
Reklama qilmayman. Bu prosta YouTube'ga video qo'yishim kimlargadir foydam tegsa yo o'zimni qilayotgan ishlarimni YouTube'ga video qilib boraman. Biron bir pul evaziga yoki biron bir foyda ko'rishni emas. Prosta tak o'zim hayotimda kimlarga foydam tegsa xursandman. Xullas, pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar, gaplashinglar. Yana bir marta aytaman. Faqat stroykada xabar bor odamlar telefon qilingizlar. Boshqa soha bo'yicha telefon qilib yotmangizlar, befoyda. Sababi men 5 kun oldin Qozog'istonda ish bor deb men o'zi video qo'ygan edim, faqat stroykada deb. Kimdir telefon qilyapti, uborka, yana kimdir telefon qilyapti magazinda. Xullas, ayol kishilar ham telefon qilib mana ayol kishilar ishlarini so'raydi. Yo'q, faqat stroykada ish bor. O'zi men stroykada ishlaganim uchun stroykadan xabarim bo'lsa, shuni ish va bir narsa chiqarishim mumkin. Xullas, sog' bo'lasizlar, hammaga rahmat. Video ma'qul bo'lgan bo'lsa, bitta podpiskani bosib, like bosib qo'yasizlar. Inshaalloh hammaga foydasi tegadi degan umiddaman. Nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Sog' bo'lasizlar, hammaga rahmat.